Oy erkaklar, paka rus tilini bilmayman, universitetda qanday o'qiyman, отчисление olib ketamanmi deb o'tirganinglarcha, bir ayol kishini qilayotgan ishini qaranglar. Ayol kishchalik bo'la olmayapmizmi? Videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum hammaga, ko'rib turgan Proobrazovaniyani muxlislariga. Men shu firma orqali 2020-21 yil o'qishga kirgandim. U paytda Arslonni o'zlari yakka holatda ish yuritardilar. Va hozirgi paytda mana Proobrazovaniya tashkilotini tashkil qildilar. 4,5 yil mobaynida menga juda ko'p qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Kontraktimni boshqa joyga filialga o'tkazib yuborgan joylarim bo'ldi. U kishi o'zlarining yo'llaridan to'lab juda katta yordam qilib poddershka qilganlar. Hammaga taklif qilaman, shu firma orqali o'qishga kirishlaringizda bilim olishni erta kecha yo'q. Va bu Proobrazovaniya firmasiga yanada muvaffaqiyat tilayman, yanada kengayishini tilab qolaman. Inshaalloh kelajakda yana niyatlarim magistraturaga shu firma orqali topshirish niyatim bor. Ishonchlimekan, ishonchsizmikan deb aka o'ylab o'tirganinglarcha, odamlar qo'liga diplom kiritib ketyapti. 7 yildan beri xizmat ko'rsatib kelayotgan kompaniya sizlarning xizmatingizda. Xizmat bo'lsa, ko'rib turgan nomeringlarga aloqaga chiqaverasizlar.